Toshkent tumani axborot kutubxona markazi jadid adabiyot durdonalaridan Abdurauf Fitrat kitobini tavsiya etadi. 1991 yil 1-sentyabr millatimiz taqdirida ziyo sari tub burilish sodir bo'lgan ulug' kundir. Mustaqillik davriga qadar xalqimiz ma'rifatdan ayro saqlanib keldi. Ko'plab ma'rifatparvarlarimiz boshiga turli savdolar yog'ildi va ularning nomi sun'iy tarzda o'chirilishga harakat qilindi. O'zbekning o'rni faqat paxta dalasida ekanligi, uning insoniyligi ham qahramonligi ham yetishtirishgan paxtasi bilan o'lchanish borasidagi qarashlar xalqimizga zo'rlab singdirildi. Biroq istiqlol sharofati ila tarixiy haqiqatlar tiklandi va biz o'zligimizni anglay boshladik. Nomi unuttirilgan ma'rifatparvarlar sha'niga yog'ilgan tuhmatlar olib tashlandi hamda ularning risolalari to'siqlarsiz kengroq tadqiq etila boshlandi. Bundan 40-50 yil muqaddam jadidlar nomi ko'pchilik uchun notanish bo'lgan bo'lsa, hozirda har bir yurtdoshimiz jadidlar va ular vujudga keltirgan ma'rifiy harakatlar haqida tobora ko'proq ma'lumotlarga ega bo'lishmoqda. Jadidlar o'z vaqtida jamiyat tanazzulining asosiy sababi aholining ilm-ma'rifatsizligiga qarshi munosib kurash olib borishgan. Ularning har biri millatimiz qahramoni, ulardan qolgan har bir ma'naviy meros esa oltindan ham qimmatdir. Shu o'rinda ijodiy jamoamiz bilan bir qator jadid namoyandalari asarlarini nashr etishga qaror qildik. Ushbu to'plamda Abdulla Avloniy qalamiga mansub pand, nasihatlar va ibratlar o'rin olgan. Aziz kitobsevar do'stlar, kutubxonamizga tashrif buyurib, ushbu kitobdan samarali foydalanishingizni so'rab qolamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.